Şavtavızı qalb mərvayətini tezraq tepiş üçün çoğ tazlıq qilish qararıga keladi. O çoğ tazlıq qilish orqali qalb mərvayətini bir-birlab topadi. Ham əmgək qilishning oson emasligini, ota-onasining jafosini cho'nqur tunib yetadi. Shuning bilan Şavtavızı doim uy ishlariga yordamlashish qaroriga keladi. Yana oila tuzumi bekitadi. Oxirida qalb mərvayətining hammasini tepib chiqadi. Yana 12 soatdan keyin qalb muakkili cho'ng bo'ladi. Hamma ish o'ngishli bo'ladimi? Ne bo'ldi? O o'zgargidek. O'zgargidek? Shunda sen bilan do'st bo'lish jarayonida qalb muakkili cho'ng bo'lishga boshladi. Bu kepinakdan muakkalga aylanish jarayoni. Ajab yaxshi, qalb muakkili cho'ng bo'ladigan bo'ldi. Şavtavızı, bu qalb muakkilining xatarlik payti seni o'zgardigan bo'lg'achqa kayfiyatida nihoyatda cho'ng o'zgarish bo'ladi. Intayin xatarlik ahvol yuz berishi mumkin. Diqqat qil, uning tishiga tegma. Opa, men bular birdam o'ynag'ina. Osh, hajab zerikdim. O'zing o'yna. Men berib majan o'ynayman. Men bularni hech kim o'ynamamda. Amsa, küçük bilan o'yna. Men ketdim. Şakichik, opangız bilan o'ynag'ingiz bormi? Ha? Mening yaxshi bir amalim bor. Siz küçükni urib chayqirasangiz, opangiz darhol yeningizga keladi. Qanday? Küçükni bo'zaqlatgan kimdi? Cho'qim Shoding degan zo'migar. U bir tuqqunninkini 20 yildan ortiq turgan, kelibdi shundoq bo'lib qoldi. Zo'migar Shodingmi? Sening yaqin do'sting. Zo'migar Shoding hammamizni bo'zaq qiladi. Uning hammamiz o'sh. U tek hayvonlarni qiynab o'ynaydi. Ojizlarni bo'zaq qilish ifloslik. Berib uning kuchini bo'zaq qilishini to'saylik. Shoding, bundoq qilma. O küçükni menga opam ipberdi. Qanday qilg'imga shunday qilaman. Shoding, yana hayvonlarni xo'rlabsan-da? Kichik hayvonlarni xo'rlash qo'rqinchoqlarning ishi. Meni qo'rqinchoq deb atamsan? Sen demisimi bir qo'rqinchoq? Yana bir daqiqa. Buna o'zingda turib, yana qizlarning oldiga chiqib o'tamsan? Nomus qilsangchi? Oldu kılınlar. Ağa o meni urdu. Balınızga qandaq tarbiya qilasiz? Adam ursa qandaq bo'ladi? Shoding avval xapanboshni urdi. Xapanbosh kuchukni tatib oldi. Başkalarının nefsini tatvağının nemisi? Shoding kichikni urib yaralandiribdi. Shuni tatib olgan. U kichik bizning, Shoding ursa o'zining ishi. Sizlar bilan nima aloqasi? Küçüklarning bosimi unda xorisanlar bo'lmaydi-da. Sizning bolangiz mening bolamni uribdi. Obdan bosh qilib qo'ying. Bana kapan baş. Küçükümdeki. Olmaydi, sana dersem onu yana urursun. Küçükte amrak bolsanız, apınız etmesin. Başkalarının nefsini elib algan bola yaxshi bola emas. Beyşi, Shodingga qaytirib ber. Qara kiyimdiran mangit bo'lib ketibdi. Kichikni bundan xo'rlig'ini taqib bo'lmadi. Şavtavızı. Dada, sizlar cho'nglar
gapinglarni bizga o'tkazsizlar. Naqchilikni ko'rganda qo'l qo'shtirib qarab turdi ekansizlar. Qalb muakili g'azablendi. O'zgargan chog'da g'azablansa bo'lmaydi. Şavtavza. Qalb muakili kan tabiatning muakili. Odamlarning hayvonlarning xo'rlig'ini ko'rsa, hargiz chidolmaydi. Undaqda nima yuz beradi? Shavdingni toza nasbasidan bo'ldi. Ammo bundaq ketaversa, qalb muakilining o'zgarishiga zo'r ta'sir ko'rsatadi. U o'lib ketishi mumkin. O'lib ketadi. Bu neydi? Nega ketgandi? O hozir hozakdan chiqish oldida. Hep zeriktim. Hatırcan macan oynağını mı koymadın? Ben kettim. Hem de uğraşma. Neymiş bu? Küçük emcan ayıp geldi bu. Neymiş bu? Şodun. Meni həcəb bozaq qıldın ha? Bu əbləq. Mən seni boş qoyatmayman. İştemden kulatıdı bu. Sana özümni bir köstüb qoymusam. Bizni başladık. Bizi tanıdın bu. Sen fıtımını sındırıp etken. Sen bizni aş koygan. Sen kuyruğumdan tükünü yumduğun. Şavdı, o sana verilgen ceza. Qalb muakili o'zgargan chog'da hayot zo'r sehrini sarf qildi. Xatarlik oqbat yuz berishi mumkin. Shavdi! Voy Tangrim, qalb muakili Shavdini küçük aylantirib qo'yibdi. Shavdini qanday asliga keltirgani bo'ladi? Bundan xabar nima demak? Lekin bundoq ketaversa qalb muakili o'zini normal o'zgarmaydi. U o'zakda tonchiqib qolishi mumkin. U qiychi ketdi. Tez qo'g'layli. Tangrim, canım balam, Şavdini yo'qolib ketdi. Ona ketkendi, balam yo'qolib ketdi. O adetde macan oynap, balısı bilen mi kar yoktu. Mana emde balısı yutup gidiyordu. Ensirep olturamayvatıdı. Yo'qol, bu qo'tirishdi. Mana nima yetishmasa? O küçüklüğün limançısı kiysiz.